taolo aytadi, a'udhu billahi minash shaytonir rojim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qonitina wal qonitat was sodiqina was sodiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wal dhakirina Allaha katiran wal dhakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Alloh taolo aytadi, albatta muslim va muslimalar, mu'min va mu'minalar, qonit erkaklar, qonita ayollar, sodiq erkaklar, sodiqa ayollar, sabr qanoat qiluvchi erkaklar va sabr qanoat qiluvchi ayollar, tavozuli erkaklar va tavozuli ayollar, xayr sadaqa qiluvchi erkaklar va xayr sadaqa qiluvchi ayollar, ro'za tutadigan erkaklar, ro'za tutadigan ayollar, o'z farslarini zinodan muhofaza qiladigan erkaklar, o'z farslarini zinodan muhofaza qiladigan ayollar, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar, ular uchun Alloh mag'firat va ulug' mukofot, ya'ni jannat tayyorlab qo'yadi.